Bu qanaqa shovqin dada? Namicha baland. Kimdir yo'qolib qolgan shekilli. Favqulodda xabar. Alo. Bu tajriba mashg'uloti emas, bu hukumat buyrug'i. Jon Allen Gerti, siz yashirin boshpanaga olib ketilish uchun tanlandingiz. Siz bilan Alison Rose Gerti va Nathan Beckett Gertilar ham olib ketilishi ko'zda tutilgan. Alison Rose Gerti Jiddiy tajribaga o'xshamayapti. Bizning oilamizni maxsus boshpanaga yuborishmoqchi. Bu kometa aytganlaridek bexatar emas shekil. bu nimasi? Kadrga e'tibor bering. Qaydlar Tempadagi xususiy kanallar tomonidan voqea paytida suratga olingan. Yana ozgina qoldi. Nima bo'lyapti? Mike, yon! Ushbu maxsus xabar Jon Allen Gerti uchun. Siz maxsus boshpanaga borish uchun tanlab olindingiz.